o'tganiga bola bormi? O'ring dadasi deb tursa, bu pul qissaga otaxonimiz enamni cholidan baqib ekan. Shatta enamni chomga yotqizib olib uryapsa, enamiz yana tepasida turgan emishda. O'rin juvarmadi, o'rin o'zi ham o'tmaydi, birovga ham o'ptirmaydi dermish. Sog' bo'lsin, onalarimizni, otalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Sal xursand bo'ldilaringizmi? Endi sal kulgi yugurdi, ha? Salomat bo'linglar. Davramizni davom etkazamiz albatta. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan deyishadi. Marhamat keling davramizga, xonadorimizga kuyovlari Dadaxonjon ukamizni taklif qilamiz. Albatta Dinoraxon singlimiz bilan birgalikda davraga taklif qilamiz. Ana undagi mahalladoshlar bilan birgalikda chiroyli davramizni davom etkazaveramiz. Menimcha hamma mahalla keldi, ha? Gulli masjid, Yetketar mahalla, Dash mahalla, hamma shu yerda bo'lsa kerak. Marhamat keling davramizga, xonadonimizning kuyovlari Doniya Dadaxonjon ukamizni davraga taklif qilamiz. Dinoraxon singlimiz bilan birgalikda xonadonimizning kuyovlari marhamat. Davramiz sizlarga muntazir. Dadaxonjon ukamiz, Dinoraxon singlimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonimizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar, mana bugun akam Bobirjon hamda kelinoyim Oygulxonlarning nikoh to'yida o'tirar ekanmiz. Ikkala yoshga baxt tilayman. Ayam bilan dadamda ham umri uzun, sog' salomat, bizni rohatimizni ko'rib yuraversin. Xush kelibsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga kelib qo'ygan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Xush kelibsizlar. Mana shu o'zimizga bergan fursatdan foydalanib, mana shu ukam Bobirjonga, kelinimizga baxt saodat tilaymiz. Doimo baxtli bo'lsin. Mana shu mahallamizning eng oldi kelin-kuyovlardan bo'lib yurishga tilakdoshmiz. To'y boshlarimizdan sog' salomat bo'lsin, to'ylarni qilib yuraversin, xizmatda bo'laylik. Mana shu to'yga tashrif buyurgan hammani mana shunaqa to'yga yetkazsin. Rahmat aytaman. Albatta biz ham chiroyli shirin tilaklarga qo'shilgan holda marhamat davramizga bir chiroyli qo'shiq akamiz opamizni taklif qilamiz. Bir chiroyli qo'shiq marhamat. Rahmat. Marhamat sizdan. Nafas sog' bo'linglar, o'ynaganlar salomat bo'lsin. Davramizni davom etkazamiz.
Endi mahalladosh opalarga navbatni bersak, marhamat, Muhayyaxon opamiz bilan Faridaxon opamiz bor ekanlar. Mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar nomidan davramizga taklif qilamiz. Albatta, tabrik istaklari bilan, yaxshi so'zlar bilan, niyatlar bilan davramizni davom etamiz. Marhamat keling. Mahalladoshlar, qo'ni-qo'shnilar nomidan Muhayyaxon opamiz, Faridaxon opamizni birgalikda fayzli davramizga chorlab qolamiz. Marhamat, davramiz sizlarga muntazir. Avvalambor assalomu alaykum shu davrani qatnashchilari. Mana bugun mahallamizda shodiyona shu kechaning sababchilari bo'lmish 2 yoshga men ham shu ko'pchilik qatori baxt saodat tilayman. Mahallamizning shu yoshlarga qo'shilib, qatorimizni ko'paytirib yurishiga, kelajakda baxtli hayot kechirishlariga tilakdoshman. E'tiborlaring uchun rahmat. Hamma mahalladoshlar davraga taklif qilaman. Mana shu yoshimning gapiga qo'shilgan holda mana shu Nurfuzaja Said akalarga baxt saodat tilayman. Shu kelinlar mahallaning oldi kelinlari bo'lib, baxtli bo'lsin. Söylemene ey sanam, kimni sever yarsan? Qora ko'z bo'yin, ola ko'z bo'yin, qora ko'z bo'yin, qora ko'z bo'yin.
Bo'lilar, o'ynaganlar omon bo'linglar. Davramizni davom etkazamiz albatta. Albatta qarindoshlardan sekin navbati bilan berib boraveramiz ekan. Shu yerda xolajonlari bor ekan, Manzuraxon opamiz bilan Gulnoraxon opamiz bor ekan. Xolajonlarini ham davraga taklif qilamiz ekan. Albatta mana shunday tabrik istoylariga qo'shilgan holda fayzi davramizni xolajonlari davom etkazib beradi. Marhamat keling, Manzuraxon opamiz, Gulnoraxon opamizni xolajonlar nomidan davramizga taklif qilamiz. Marhamat, davramiz sizlarga muntazir. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, tanish bilish yori birodarlar. Avvalambor mana chetdan o'tgan Qo'zaka, mana biz tanigan Qo'zoyeva, mana Santalateja, bularning otalari birinchi qo'shnilarga Alloh rahmat qilsin. Ularning qolgan umrlarini shu farzandlariga bersin, kamol. Mana Mama Said bilan singlim deb hisoblan qo'sha qarisin, bolalarini orzu havasini ko'rsin. Farzandlari iymoni, iqbolli bo'lsin. Hajlarga borib orzu havasini ko'rsin. Shu keladigan kelinimiz kelin emas, qiz bo'lsin. Bularni yeri xizmatini qilsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Quyoshimiz porloq bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Oilalarimiz hamisha mustahkam bo'lsin. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin. Har bir insonning eng yomon kuni mana shunday xursandchilik bilan o'tsin. Shu yil shu to'yxonaga qadam ranjida qilganlarning hammasi orzu niyatiga yetsin. Keladigan kelinimiz yana bir bor baxtli, saodatli bo'lsin. Shu xonadon hamisha obod bo'lsin. San'atkorlarimizning ijodlariga ijod tilaymiz, bularga ham omad va baxt hamisha yor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli mana shu yerga yig'ilgan aziz mehmonlar. Men ham mana shu opamning gapiga qo'shilgan holda mana shu 2 yoshga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Doimo baxtli bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Şahamadan söyler, sallanıp kaldı.
o'ynaganlar, tabriklaganlar. Ana endi hammani davraga taklif qilamiz, ha? Hamma o'tirgan opalarimizni, mahalladoshlarni davraga taklif qilamiz. Qaysi qo'shiqni aytib beraylik? Opajonlar, aytinglar. Qirg'izchami, o'zbekchami? Faqat bizga baribir degan qo'shiqni so'ramasalaringiz bo'ldi. Hani baribir deyishib qo'yadi bir xil opalar, baribir degan qo'shiq yo'q. Shuning uchun nomini aytsalaring aytib beramiz. Ko'ngilga yaqin qo'shiqni aytib beramiz. Qaysi qo'shiq bo'lsin? Xonajonlarimiz. Qirg'izchami, xorazmchami? Lazga. Xo'p, lazga. Baland tog'lar, baland tog'lar, qorli bo'lar, qorsiz olmas. Yigit boshi omon bo'lsa, yo'lli bo'lar, yo'lsiz olmas omon. Thank you.
olmang, hali ham o'tirib keldiman. Siz-chi? Ha, qo'yildi. Sog' bo'lsin onalarimizni millari uzoq bo'lsin hamisha. Davramizni davom etamiz albatta. Shu tabrik bor ekan, opalarimiz yozish bo'ladi. Mahalladan O'rinchaxon opamiz bilan Mehrixon opamizni taklif qilamiz yana. Dash mahallada marhamat kelinglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun biz o'g'lim Bobirjon to'yda o'tiribmiz ekan. Men shu fursatdan foydalanib 2 yoshga doim tansihatchilik tilayman. Baxtli bo'lsin, yaxshi kunlarni ko'rib yursin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Men ham shu qudamda gapiga qo'shilgan holda avvalambor shu to'y boshlarga sog' salomatlik, uzoq umr, bolalarning nozik havasini ko'rib yurishlarini tilayman. Kelin-kuyovlarga ham baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Kelayotgan kelinimiz insofli bo'lsin, iymonli bo'lsin, qoya qadamli bo'lsin. Shu mahallani oldi kelin-kuyovlar bo'lib, shu ota-onasiga xizmat qilsin. Bizning tilagimiz shu. Xo'p, mahallaga navbat beramiz ekan endi. O't shu o'yinga ekan. Hammani yoshlari, qarilari hammasini davraga taklif qilamiz. Chiroyli qo'shiq sizlar uchun albatta Azamjondan iltimos qilamiz endi. Opalarimizga bir sho'x qo'shiq aytib berasiz, marhamat. Davraga taklif qilamiz barcha o'tirgan ahli ayollarimizni, marhamat. Marhamat, bir chiroyli qo'shiqqa taklif qilamiz. Mariyaxon chiqing unda bitta o'ynab qo'y. Sizlar sizni ko'rmay qo'ydik. Ha, bitta o'ynab qo'y. Mamasi aytdi, kelinni qo'sha qolsin, baxtli bo'lsin. Vashi 2 yoshga uzoq bo'lib baxtli. Vashi chaqirdi. Ket. Ha, xo'p bo'ladi, marhamat.
Hech bo'lmasa tushimda Kanizani ko'rmasam Kaniza hurmalakdur ko'ksimdagi tilakdur mani jonim halakdur Kanizani ko'rmasam Kaniza hurmalakdur ko'ksimdagi tilakdur mani jonim halakdur Kaniza xonni ko'rmasam Kaniza xonni ko'rmasam bormasam hey bormasam Kaniza xon yoniga bormasam qani bo'shashmasdan Dunyo kunga qushimda Hech bo'lmasa tushimda Kanizani ko'rmasam Kaniza hurmalakdur ko'ksimdagi tilakdur mani jonim halakdur Kanizani ko'rmasam Kaniza hurmalakdur ko'ksimdagi tilakdur mani jonim halakdur Kaniza xonni ko'rmasam Kaniza xonni ko'rmasam bormasam hey bormasam Kaniza xon yoniga bormasam Hali buni yaxshi qo'shashmasdan yanada sho'xlar Hech bo'lmasa tushimda Kanizani ko'rmasam aylanay firog'idan qo'rqmas qamoqdan so'rmas samoqdan Kanizani ko'rmasam Kaniza hurmalakdur ko'ksimdagi tilakdur mani jonim halakdur Kaniza xonni ko'rmasam Kaniza xonni ko'rmasam bormasam hey bormasam Kaniza xon yoniga bormasam Yana bir chiroyli qo'shig'imiz davramizdan chiqdi. тебя люблю, I люблю.
o'ylaysizlar, meni qo'shib bo'lsinmi? Xo'p, endi duoga navbat ekan endi, shunaqa deyishyapti. Yo, yana o'ynaysizlar, mahalladosh opalar, qo'rquvchilar, qo'shiq bo'lsinmi yana? Xo'p, yana bir jim qo'shiq ekan opalarimizga, Qolaversa shu yerda xizmat qilgan akalar ham kelaverasizlar. Talab bo'lsa, istak bo'lsa, xizmat qilgan akalar bor, akamizning do'stlari bor bu yerda. Muhammad Saidjon akamizning do'stlari bor. Davramizni davom etkazamiz, albatta. Do'stlari bor, do'stlarini davraga taklif qilamiz. To'xtarali akamizni davraga taklif qilamiz aka, marhamat. Do'stlari nomidan, akamizni do'stlari nomidan To'xtarali aka, marhamat. Dilbarxon opamiz birgalikda davraga taklif qilamiz. Chiroyli tabrik bilan, istak bilan, yaxshi niyat bilan davramizni, o'yinlarimizni davom etkazaveramiz. Marhamat, keling. Ko'chamizdan o'tar seni, yuragimni yoqib boshingni taqillatib, barmoqlaring shaqillatib, yurchalar asal seni, qaysi oldi o'sgan seni, bir qarab yuragimni sochlaringga o'sgan seni. Ko'chamizdan o'tar seni, yuragimni yoqib boshingni taqillatib, barmoqlaring shaqillatib, yurchalar asal seni, qaysi oldi o'sgan seni, bir qarab yuragimni sochlaringga o'sgan seni. Gulim ol, jonim ol, davramizdan chiqmay tursa yana bir qo'shiq aytib beramiz. Marhamat. Payda olsun başımayday, yerge jibar kalan bir şaşımayday. Sakın, 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 emin solay kusaray. Yerge jibar kalan bir şaşımayday.
yaşım sabah Kündey bulaymasımız Sonayday Sakay 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 Benim sonay bu saray Şaşın kilimi gay gay rugay Midi midi kız düşman gay rugay Kakay kakay Benim sonay bu saray Tushyapti. Qarindosh urug'larda nomidan shu yerda ovsinlari bor ekan. Oydinsaxon opamiz bilan Manzuraxon opamizni taklif qilamiz ekan. Albatta tabrikka opalarimizni taklif qilamiz. O'yiniga barcha qavm qarindoshlarni taklif qilamiz ekan. Hozir esa keling bir chiroyli tabrikka opamizni, To'yboshi opamizni ovsinlari Oydinsaxon opamiz bilan Manzuraxon opamizni davraga taklif qilamiz. Marhamat kelinglar. Davramiz sizlarga muntazir. So'zlar, tabriklar, istaklar, albatta yaxshi niyatlar bilan fayzli davramizni davom etkazamiz. Marhamat keling. Oydinsaxon opamiz, Manzuraxon opamiz, davramiz sizlarga muntazir. Dillarning cho'g'iyu ko'zlar nuridan sadoqat nomasin bitib nom Quyoshning issiq qo'ridan Paxtabostonning eng yuqori qishlog'idan Assalomu alaykum. Bugun Fayzli xonadonning aziz mehmonlari bo'lib turibmiz. Mana ovsinimda uyida to'y tantana. Ash keladigan kelinimiz baxtli bo'lsin, seyitda o'ynab o'ssin. Xushbo'yog'im, unisi yengam, ko'z cho'ntam joylari jannatdan bo'lsin. Bularning nevaralarini uyida, bola chaqasi, kelinlarning uyida hamisha to'y tantana bo'lsin. Men shuning tilakdoshiman. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Mana bugun biz men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib shu kelin kuyovimizga uzoq umr tilayman. O'zim nomimdan qolaversa, cho'ntasi nomidan ham baxt tilayman. Serdavlat, serfarzand bo'lsin, ular qizi ko'p bo'lsin. Shu yil Hamish bo'lar ba'zilar sochim oqin sanashib, bizga yesa turibdi ajinlar ham yarashib. Tikan gulguldir, har narsa o'z holicha. Azizlarim, dunyoni qabul qiling boricha. Endi san'atkorlarimizga ham hamisha to'y bo'lsin, tantana bo'lsin, martabalari baland bo'lsin, bemahal o'lmasin hech kim. Bitin to'qmatga qolmasin. Hizr buvam hamisha uylarimizga tinchlik, omonlik, baraka, fayz bersin. Uzoqda yurganlarimizni hamisha Xudo asrasin. Uyimizga nur yog'ilsin. Mehr oqibatli bo'laylik. Ko'zimizda hamisha quvonch bilan bir-birimizni quchoqlab chopganimiz mana shunaqa to'ylar bo'lsin. San'atkorlarga ham rahmat. Dog'mandan aytib bering, bir kelinlar bilan ovsinlar bilan bir mazza qilib o'ynaylik. Xo'p.
Nasıl kuralamadı Rabbimini kaldılar Öden sana olmasın Acile derdulandan Hasret kalan Acile derdulandan Hasret kalan Parivas ağlanıyor şoğu zamanısı Mangal sarıyor istemirler ağlamam sağlısı Gönül olsun bağısı çalımı karanısı Gözü dağılıyor ağlıyor dağılası Acıca derdulandıran hasret kalan Onajon sog' bo'linglar ilohim. Yaratganga qilim nolay munojot. Yaratganga qilim nolay munojot. To'kib aşkımni xunnab ayladim da. Nasirining dedim dağdım eşittir Yaratgan parvardigorim eshittir Qo'lingdan shukr alhamdulillah Mani sharmanda qilma qodir Allah Seni nomingcha aylam dilimga Umid bilan qalam oldim qo'limga Niyat qildim yozaydin bir hikoyat bo'lmasin deb beroyat Yaqindir hazratim va haq sanosi Nabiyu anbiyolar rahnamosi Yonur mavjud ul Muhammad sohibi toj Sevib Tangrim inoyat qildi miroj Tarat aytaylik ko'p anbiyoga Xususan ul Muhammad Mustafoga Erkalik kimga qilursan ota onangdan keyin Hasrating
Hasreti kimge deyirsen mihribaningdan keyin Tuti aql ko'zga suv bosgan ularni izlarim Topmagaysan gardini ha ko'zni yumgandan keyin Og'rigan vaqting chog'ingda hamdaming kimlar edi O'rgilib boshing silan parvona bo'lgan kim edi Jon bolam, jonim bolam deb g'amxona bo'lgan kim edi Tun saharlar uxlamay parvona bo'lgan kim edi Ibrat olsangki ey do'st bolangdan aqlni topgandan keyin Ba'zi farzandlar kabi xizmatlarini qilmading Ona yer tuprog'iga jismi qo'yilgandan keyin Ota-ona hurmatini xolis hayot vaqtida qil Ko'p pushaymonlar qilursan vaqti o'tgandan keyin Ko'p pushaymonlar qilursan lokin o'tgandan keyin Yandırsız Havuşamın taşlam ketken bulanızman Havuşamın taşlam ketken bulanızman Bağlar mehrini kölgen bulanızman Rahmat, sağ bo'linglar, omon bo'linglar, eshitganlar, sağ bo'linglar. Men ham arzimas. Ishlarni qo'yib endi o'rtaga taklif qilsizlar, rahmat. Qachon taklif qilarkanda ilhoq bo'lib turadi menda. Shu Bo'stonda o'yinga tushmay ketamanmikan deb ilhoq edi. Ilohim mana shu kelin shu xonadonni gullatib, yashnatib yursin, bog'i bo'ston qilsin. Ilohim baxtli bo'lsin-da, ota-onalariga yo'ldosh bo'lib, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin, baxtli bo'lsin. Hammalaring xush kelsinlar. Marhamat. Ko'nglimi ostamaram yulgulsam oram aman Yigit başı aman bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz bo'lmas aman. Ey yigit başı aman bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz bo'lmas aman.